Ming ismlar ichra takrorlayman ismini. Bugungi mashinamiz Nexia 216 mashinasini qabul qilganmiz. Mana korobkani yig'ib bo'ldi. Juda chiroyli, ideal holatda. Bunda bo'lgan muammo ikkinchi kursdan chiqib ketgan. Mana ikkinchi shisterni mo'chkasi almashdi. 3 dan ham chiqib ketgan. Juda ham zapchasi almashdi. Keyingi aybi zadniga yurganda g'ariltgan ekan. Bu g'arilashning sababi zadni shisternasi sinib ketibdi. Mana ko'rishingiz mumkin, bitta zubi sinib ketgan. O'shaning hisobiga g'arilabdi, o'sh chiqargan. Stengzatini yangiladi, biralo vilkali ham pishibdi. Igolchatni pechini pishibdi, ikkiniki uni yangiladi. Ishlarni bartaraf qilib. Kimga shunaqa xizmatda kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Bu videoni Nexia 2 mashinasi borligiga jo'natib qo'ying.